avtoraqamlar trendi tagiga oldi. Maktablar 12 yillik bo'ladimi? Hafta qurbonlari: qaynona kelinining, o'g'il otasining, ona esa o'z qizining qotili. AQShda Tramp tarafdoriga suiqasd. Intim evaziga direktor lavozimini taklif qilgan va o'zi sog'liqni saqlash vaziri bo'la turib, sog'lig'iga bee'tibor bo'lgan vazirlar haqida gaplashamiz. 2026-yildan mashina raqamini o'z ismingiz bilan buyurtma qilishingiz mumkin. 4-sentyabr kuni hukumatning 562-son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yil 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda avtomoto transport vositalari uchun noyob davlat raqamlarini buyurtma qilish imkoniyati yaratildi. Endi raqam egasi xohishiga ko'ra unda 6 tagacha harf yoki raqam yozdirishi mumkin bo'ladi. Bunday maxsus raqamlar UzAvtomoto Belgiya davlat korxonasi tomonidan ochiq elektron auksion orqali sotuvga chiqariladi. Shuningdek, tanlangan raqamlar amaldagilarni takrorlamasligi, qonunga zid yoki haqoratli ma'no kasb etmasligi shart. Qonunda barchasi tushunarli va aniq yozilgan. Ya'ni ismli avtoraqam tizimi 2026-yilning 1-yanvaridan joriy etiladi. Biroq ba'zilar qaysi sana va qaysi yil ekanligini bilmagan ko'rinadi. Qaror qabul qilinganidan bir kun ham o'tmasdan mashina boshqarayotgan insonning ismini barchaga bildirish uchun ismli raqamlar taqib olishni boshlagan. Hazil tariqasida qilingan video esa rasmiy ma'lumotlarga hech qanday aloqasi yo'q. Takror eslatamiz, hukumat ismli avtoraqam tizimi 2026-yil 1-yanvaridan joriy etiladi deya belgilagan. 2026-yil 1-oktyabrdan esa avtoraqam uzex.uz sayti orqali raqamlar auksioni to'xtatiladi. Undan keyin avtoraqamlarni tanlash va xarid qilish Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi rasmiy sayti va mobil ilovasi, yagona portal my.go.uz, hududiy GAI boshqarmalaridagi infokiosklar orqali amalga oshiriladi. Chiroyli qilib ismini yozishni xohlovchilar ozgina sabr qilishsin degan ma'nodami 2025-yil 1-oktyabrdan Respublika tovar xomashyo birjasi orqali davlat raqami belgilarining auksion orqali sotilishi to'xtatiladi. Ya'ni chiroyli avtonomerlar endi auksionsiz beriladi. Avval raqamlar kim ko'proq pul taklif qilsa tamoyili bilan berilgan bo'lsa, endilikda istalgan raqam va harflar kombinatsiyasiga ega avtonomerlar olish mumkin bo'ladi. Buning uchun auksionda qatnashish shart emas, faqat belgilangan bir martalik to'lovni amalga oshirish kifoya. Bunga jismoniy va yuridik shaxslar to'g'ridan-to'g'ri elektron murojaat qiladilar. Murojaat qiluvchi xohlagan kombinatsiyani tanlaydi. Belgilangan to'lov amalga oshirilgach, raqam rasmiylashtirib beriladi. Bu tartib ortiqcha byurokratiyani kamaytirishga, chiroyli raqamlarni olishda, adolat va teng imkoniyatlar yaratishda, narxlarni oshirib yuboradigan auksion tizimini bartaraf etishga yordam beradi. Ortda qolgan haftada sodir bo'lgan ta'lim tizimidagi yangiliklarga o'tamiz. Maktab 12 yillik bo'ladimi? 8-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'lim tizimini isloh qilish masalalariga oid taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda 12 yillik ta'limga o'tish bo'yicha topshiriq berildi. Bunda aynan maktablar 12 yillik ta'limga o'tmaydi, balki bog'chalardagi maktabga tayyorlov guruhlari tizimi ham maktab ta'limiga qo'shib yuborishi hisobiga 12 yillik ta'lim tizimiga o'tiladi. Bu haqida Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosari va hozirda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari lavozimida yangi ish boshlagan Sardor Rajabov o'z intervyusida aytib o'tgan. Bu yerda bizga asosiy foydasi nima bo'ladi? Birinchisi ta'lim sifati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu xorijiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirayotganda bizni o'quvchilar tomonidan 1 yil foundation courses, ya'ni o'sha boshlang'ich tayyorgarlik bo'yicha o'qishga majbur bo'lishyapti va bu bizni farzandlarimiz 1 yil yo'qotishiga olib kelyapti. Ta'lim tizimidagi islohotlar yosh avlodni bilimli bo'lishga undaydi. Vazirlik bunga harakat ham qilayotgandir, biroq Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xodimi qizlarga intim evaziga direktor lavozimini taklif qilishi yumshoq kursi egalarining nafsini tiyolmayotganidan darakmi yoki bizda islohotlarning yangicha ko'rinishi shunday bo'larmikin? Gap shundaki, hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarda vazirlik xodimining audio yozuvi tarqaldi. Unda aytilishicha, intim xizmati evaziga xodim fuqaroga bitta yaxshi maktabda direktor bo'lish imkoniyatini yaratib berishini, buning uchun menejerlik sertifikatini ham olib berishini aytgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi holatga munosabat bildirib, mas'ul xodimni ishdan bo'shatganligini ma'lum qildi. Yuqoridagi holatdan keyin hamma vazirlik tizimi ham nafs korrupsion holatlari bilan boy deya olmaymiz. So'zimizga isbot qilib, Shvetsiyada sog'liqni saqlash vaziri matbuot anjumanida hushidan ketganligini keltirishimiz mumkin. O'zi sog'liqni saqlash vaziri bo'la turib, sog'lig'iga e'tiborsiz bo'lgan Yelizavet Lam matbuot anjumani davomida o'zini yomon his qilib, hushidan ketgan. Vazir darhol zaldan olib chiqib ketilgan. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Lam o'ziga kelib, yana jurnalistlar oldiga qaytgan. U hushidan ketishiga sabab sifatida qondagi qand miqdori pasayib ketgani aytildi. Shunga qaramay, uning ishtirokidagi matbuot anjumani bekor qilingan va
hozirda vazirning sog'lig'i qoniqarli ekanligi aytilmoqda. Hafta qurbonlari tahliliga o'tamiz. Qozog'istonda o'g'il otasini kaltaklab o'ldirib qo'ydi. Holat Turkiston viloyatining Shardara tumanida sodir bo'lgan. Keksa ota doimiy ravishda faqat o'g'lidan emas, balki kelinidan ham kaltak va haqoratga duchor bo'lgani aniqlangan. Achinarlisi, video otaxon vafotidan so'ng qo'shni ayol tomonidan ommaga tarqatilgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi qo'lga olingani va vaqtincha saqlash izolyatoriga joylashtirilgan. Qotil o'g'ilning mahalliy masjidlardan birida azon aytuvchi bo'lib ishlashi haqida ham xabarlar tarqalgan. Yurtimizda esa kelin qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. 1-sentyabr kuni soat 13:00 da Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining Yangi qishloq mahallasida 33 yoshli ayol oilaviy kelishmovchilik vaqtida qaynonasiga oshxona pichog'i bilan jarohat yetkazgan. Natijada qaynonasi voqea joyida halok bo'lgan. Jinoyatdan keyin ayol ichki ishlar bo'limiga o'zi borib qilgan ishini tan olgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ayol qo'lga olingan va qamoqqa olingan. Tergov organlari voqeaning barcha jihatlarini o'rganmoqda. Qonunga ko'ra gumonlanuvchi 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Keyingi hafta qurboni 7 yoshli qizaloq. Qotil o'z onasi. Toshkentda 1991-yilda tug'ilgan ayol o'zining 7 yoshli qiziga oshxona pichog'i bilan tan jarohati yetkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu ayol avval ham qizini hayvonot bog'idagi ayiq qafasiga tashlagani uchun 2022-yil aprelda sud tomonidan qasddan odam o'ldirishga urinishda aybdor deb topilgani va majburiy davolanishga yuborilgan edi. U 2025-yil 2-avgustga qadar ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolangan. Keyinchalik esa 2-son ruhiy asab kasalliklari dispanserida ro'yxatda turgan. Shunga qaramay 8-sentyabr kuni u yana noodatiy harakatlar qilib qizini pichoqlagan. Bolaga ko'rsatilgan jarohatlar og'ir bo'lib, u voqea joyida vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi qo'lga olingan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Nafaqat yurtimizda, balki xorijdagi qurbon o'limi ham achinarli. AQShda Tramp tarafdoriga suiqasd bo'ldi. Oh my God. Go, run. 10-sentyabr kuni Yutadagi universitetda nutq so'zlayotgan Charlie Kirk suiqasdga uchradi. U bo'ynidan og'ir yaralanib shifoxonada vafot etdi. Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Donald Trump uning o'limini tasdiqlab ta'ziya bildirdi va mamlakat bo'ylab bayroqlarni 14-sentyabrgacha tushirishga farmon berdi. Yuta gubernatori jinoyatchilar jazosiz qolmasligini aytgan. AQSh siyosatchilari, jumladan Joe Biden ham ta'ziya izhor qilgan va mamlakatimizda bunday zo'ravonlikka o'rin yo'q, bu zudlik bilan to'xtatilishi kerak deya yozdi Biden o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. 31 yoshli marhum o'limidan keyin Medvedev AQShni Kiyevga yordam berish masalasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Bundan tashqari, Vakillar palatasi spikeri Mike Johnson CNN telekanaliga bergan intervyusida mamlakatning ko'plab qonunchilari xavotirda. Ular jamoat arboblari, ular doimo va hamma joyda jamoatchilik e'tiborida. Kongress a'zolari xavfsizligini ta'minlash uchun bizda ajoyib choralar bor. Ko'pchilik ularni kuchaytirishni xohlaydi deydi. Davlat rahbari Trump esa sodir bo'lgan voqea Amerikani zulmatga botganini ta'kidladi va zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Eng so'nggi yangiliklarni Qisqa News'da kuzatib boring.